Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilar, Instagramdagi, YouTube'dagi aziz bizni kuzatuvchi opa-singillar, yosh kattalar, do'stlar, muxlislar, sizlarga ozgina xushxabarlarim bor. Sizlar bilan baham ko'rishni niyat qildim. Men internet bor kontentlarni, videolarni yoki ijodiy namunalarni chiqarmasam-da, lekin ozgina o'z ishlar bor ekan. Shu sabab xush gapsizlar deymiz. Yangi podpischiklarimizga, bizni kuzatuvchilarga natijalar bilan ozgina tanishtirib o'taman. Internetdagi shaxsiy kanalimiz 1 million qarab yo'lga chiqibdi. Xudo xolasa gold knopkani sizlar bilan birgalikda, sizlarning yordamlaringiz bilan birgalikda qo'lga kiritamiz va bundan faqat o'g'lim xursand bo'ladi inshaalloh. Va Instagram tarmog'imizdan 1 million 200 bo'lganda 1-2 yil o'tib ketadi. Yaqinda qarasak 1 million 300 bo'lib qoldi. Demak, yangi kuzatuvchilar, yangi bizni tanig'anlar, xush kelibsizlar. İkinci profilimiz ham bor edi. Buni ham desaylik, ikki profili. Buni ukalar, do'stlar bilan boshqarar edik. Hozir o'zim qolib ketgan. Bu yerdan o'z ishlab o'tdi. 30-40 ming podpischiimiz ko'payib qoldi. Xush kelibsizlar deymiz sizlar ham. Bir narsalarni, katta bir zo'r narsalarni va'da berolmayman, lekin o'rnak ibrat bo'ladi. Nodir yaxshi narsalar bo'lib qolsa, shu Instagram orqali, YouTube'dagi kanalimiz orqali ulashib turamiz inshaalloh. Va yaqinda YouTube'dagi kanalimiz ham canlı icralar qo'shiqlar yoki qolib ketgan muxlislar nazardan chetda qolgan qo'shiqlar ham joylashni boshlaymiz. Yangi konsert dasturimiz 2-3 hafta bo'ldi. Internet shaxsiy kanalimizga joylandi va sevimli kanalimga ham joylandi. O'zimizning kanalimizda 1,5 milliondan o'tdi tomoshabinlar soni deb aytiladi menimcha. Ustozlar termamiz 3 millionga qarab yo'lga chiqdi. Katta rahmat bizni to'xtamasdan tomosha qilib turganlarga. Chiroyli kommentarlarni yozib qo'ydik. Har kim har xil yo'nalish bo'yicha zo'r bo'ladi. Ijodkorlarda kimdir to'yda, kimdir konsertda, kimdir internetda, kimdir kliplar bo'yicha. Aynan men bu yo'nalish bo'yicha men o'zimni kamchiliklarimni bilaman, lekin shundan ozgina o'z ishlar bo'lib turibdi ekan, xursandmiz. Men o'zimni fikrlarim bor. Menimcha shu keyingi vaqtda qarasak, muxlislarimiz yoshi 50 yoshdan yuqorida. Bu yoshdagi insonlarning ko'pchiligida Instagram yo'q. Ko'rishganda gaplashib turamiz. Menimcha shularning ko'pchiligi ko'payishini sababini aytmoqman. Ortiqlarni, ya'ni nabiralarni Instagram profil ochtirgan bo'lsa kerak. Shu sabab YouTube'dan ikkita profil, Instagramimiz ikkita profildan 100 ming, 150 ming ishqilib muxlislar soni ko'paydi. Xursandmiz. Xudo xolasa birgalikda yaxshi kunlarda vidolashib, suhbatlashib turamiz degan niyatdamiz. Endi kirib kelgan muxlislarimizga xush kelibsizlar deymiz. Sog' bo'linglar.